Guliston shahrida faoliyat yuritayotgan Janubiy Koreya kompaniyalaridan birining Kuch birlikda nomli o'quv markaziga ushbu kompaniyaning Koreyadagi vakillari tashrif buyurdi. Jarayonlarni bevosita kuzatgan muxbirimiz o'z taassurotlari bilan. Atomiy Kolmir zavodida tayyorlanayotgan har bir mahsulot tayyorlanish sifat darajasi jahon standartlari talablariga to'liq javob berganligi sababli Janubiy Koreyada yetakchi o'rinda turadi. Shuningdek, ushbu kompaniya 18 yoshdan oshgan ishsiz fuqarolarning bandligini ta'minlagan onlayn internet do'kondir. Yurtimizda 2022-yildan faoliyatini boshlagan mazkur kompaniyaning Kuch birlikda nomli o'quv markazi Guliston shahrida faoliyat olib bormoqda. Ushbu o'quv markaziga tashrif buyurgan Janubiy Koreya vakillari tinglovchilarga Atomiy kompaniyasi hamda uning mahsulotlari, shuningdek, zamonaviy biznes g'oyalari haqida batafsil ma'lumot berdilar. 우리 한국 애터미는 여기 우즈벡에 와 있는 제품은 Koreyadan O'zbekistonga kirib kelgan mahsulotlar Koreyadagi eng yaxshi texnologiyalar asosida tayyorlanadi. Ayniqsa sifati eng yuqori bo'lib, eng arzon narxlarda sotiladi. Bu mahsulotlarni Koreya va O'zbekistonda bir vaqtning o'zida internet orqali sotib olish mumkin. O'zingiz ishlatib ko'rib, yaqinlaringizga ham tavsiya qilishingiz mumkin. Shuningdek, bu kompaniya daromad olib keladigan tizimdir. Mazkur o'quv treningi o'quv markazi o'z faoliyatini kengaytirish, ishsiz fuqarolarni band qilish, ularga ham tadbirkorlik ko'nikmalarini o'rgatish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etgan holda mijozlarga kompaniyaning sifatli mahsulotlarini tanishtirish maqsadida tashkil etildi. Atomiy kompaniyasi O'zbekistonga kirib kelishiga ko'p bo'lmasdan, hozirgi kunda Brilliant Master etapidaman. Hozirgi kunda bitta ID kod bilan butun Atomiy kompaniyasi kirib borgan davlatlarda mahsulotlarni ham sotib olish mumkin, ham o'z bizneslarini qilishlari mumkin. Oddiy tish pastalaridan o'zim ishlatib ko'rdim va oilaviy bizga yoqdi. Hozirgi kunda oilaviy hammamiz shu kompaniyaning mahsulotlarini ishlatib kelmoqdamiz. Shu kompaniyada yurib, hozirgi darajada men Brilliant Masterlikni ham yoqlab oldim. Iste'molchi sifatida kompaniya mahsulotlarining ijobiy natijasini o'zida sinab ko'rgan o'quv markazi direktori atrofidagilarga ham ushbu mahsulotlarni tavsiya etdi. Targ'ibot tadbirida ishtirok etganlar Atomiy kompaniyasi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishdi.